Bugungi ders bek muhim ders. Balkim qolgan bironlarni savol so'rab qilishi mumkin. Shuning uchun gaplashmay diqqat bilan anglanglar. Biz bugün cemiyetimizdeki nurg'un kishilar mubtalo bo'layotgan, bo'libmi yoshlar mubtalo bo'layotgan bir masala haqida to'xtalamiz. Amaliyotda bu masala bizning bu jamiyatdagi yoshlarlar mubtalo bo'layotgan masala emas, balki dunyoda hozir avj olayotgan bir masala. Bo'libmi yoshlar ichida avj olayotgan masala. Bu qanday masala desanglar, hayotdan huzur ololmaslik, hayotni bir xil ma'nosiz his qilish masalasi. Xatolashmasam, hozir balki mushada o'tirgan ko'pincha yoshlar bu masalaga duchor bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam nima uchun hayotni xushallik topolmaydi? Nima uchun qilgan ishidan huzur alanmaydı. Nima uchun bu hayotdan zirkidi? Bu masalani tushunish uchun ba'zi bir misollardan kirishimiz to'g'ri keladi. Biz qarab boqadigan bo'lsak, ma dunyoda narsa keraklar bo'lsin, yoki jonliqlar bo'lsin, hayvonotlar bo'lsin, har bir narsa kerakninki, har bir jonliqninki o'z oldiga bir vazifasi bor. Masalan, bu ustalning vazifasi nima? O'rganish qilish, juda bir narsa qo'yib foydalanish. Bu iPadning vazifasi nima? Undan kitob ko'rish yoki darslarni anglash va shunga o'xshash. Agar men hozir iPadni sizlarga dars so'zlashga ishlatmay, bir dalipaletiga chiqqan vaqtida, kavop pishirgan vaqtida kavopni yelpishga ishlatsam-chu. Yelpigil bulandı bo'lmamdi buning bilan. Bo'ldi. Hozir menda kavopni yelpib qanaqa qilib bo'ldi? Shog'ili bulandı bo'lmamdi. Bo'ldi. Lekin bu vaqtda buning ismi iPad emas, nima bo'ldi? Yelpigich bo'ldi. Demak, birinchi ular bu nimasini yo'qotdi? Qimmatini yo'qotdi. Foydalangan vaqtimizda bu bir iPad bo'lib, buning qimmati 5-6 ming lira bo'lsa, buni biz kavop yelpishga ishlatib, eng o'xshagan kavoplarni pishirgan taqdirimizda bor. Buning ismi yelpigich bo'ldi. Bu qimmatini yo'qotgan bo'ldi. Shundaqla biz iPadni qanday qilgan bo'lamiz? Israf qilgan bo'lamiz. Agar iPadning ruhi bo'lib, jini bo'lgan bo'lsa, meni bunda qiynama deyishi mumkin. Onun boshqa jonliqlardan misol olsak, qush deyli, qushning qanoti bor. Qanoti bo'lganligini uni nima qilganligini bildiradi, uchidiganligini bildiradi. Agar men u qushni uchiqili qo'ymay, oltindan qafas yasab, qafasning ichiga sulab qo'ysam, qush qafasning ichidagi hayotdan bak huzur olamdi, oltin qafasdagi va yoki uchiqqa vaqtdagi, erkin yashagan vaqtdagi hayotidan huzur olamdi. Nima uchun qafasning ichida huzur olmadi? U yaratilgan, pullishiga mas holatda yashamaganligi uchun. Masalan, o'ydakilan g'azsak suvda yashaydi, shundaqmi? Biz uni qumga sulab, suvga chiqilib qo'ymasak, o'yda g'azga nisbatan bu rohatlik hayotmi yoki uni qo'yib etib, xolisi suvga kirgili qo'yib, erkin o'tlig'ili qo'ygan hayotimiz huzurli hayotmi? Erkin o'tlig'ili qo'ygan hayot go'zal hayot. Nima uchun? Chunki u g'azlar ana shundaq erkin yashash uchun yaratilgan. Suvda yashash uchun yaratilgan. Bu yerda men bir narsani tushuntirmoqchi. iPad olsun, hayvon bo'lsin, asli nima uchun yaratilgan bo'lsa, shuning uchun harakat qilsa, shundaq yashsa, u hayotdan huzur oladi, u qimmatini yo'qotmaydi, u o'zini isrof qilmagan. Bir odamning hayotdan huzur ololmasligi, hayotning ma'nisiz tuyulishi, bu hayotni yashashdan zirqib qolishining sababi dal inson nima uchun yaratilgan bo'lsa, shuning uchun yashamaganligini bildiradi. Unda o'z inson nima uchun yaratilgan degan bir savol keldi bu yerda. Dedi hayotdan har bir narsa ma'lum maqsadda yasaladi, hayvonlar ma'lum maqsadda yaratiladi. Masalan, stakan desak, suv ichish uchun yasaydi uni. Shuning uchun unda suv turadigan shaklda yasaladi. iPad desak, kitap ko'gili bo'ladigan, dars anglag'ili bo'ladigan mashina sistemi bilan yasaladi. Endi inson nima uchun yaratilgan? Masalan, insonning bu hayotdagi vazifasi yaxshi pul tepib, oliy uylarni elib, güzel yashash yoki o'zining nafsini qondirib, ko'ngli nimishda xo'sh olsa, shuni qilib yashash desak, qaysi tarafdan xato bo'ldi bu? Ya'ni biz insonlarning vazifasini agar masalan, shundaq yeb ichish desak, biz hayvonning keyinida qolamiz. Yeb ichishda hayvonlar bizning oldimizga o'tib ketadi. Va yoki hayvon bilan teng bo'lib qolamiz. Chunki hayvonma qanday qiladi? Yeydi, ichidi. Agar bizning vazifamizmi shu desak, bizning hayvondan farqimiz qolmaydi unda olib qolsa. Bizning dunyodagi vazifamiz shu ko'nglimiz tatgan havoyi havasimiz va yoki shahvatimizni qondirib rahat kurash desakchi, bu vaqtda yana hayvondan farqimiz qolmaydi. Balkim agar biz nishonimiz bu deb qolsak, biz hayvonning keyinida qolamiz. Chunki hayvonlar ichida insonlarning kuchli mushundaq hayvonlar bor. Demak, agar g'oyamiz bu deb qolsak, inson hayvonning keyinida qoldi. Demak, insonningki g'oyasi yeb ichish emas ekan. Chunki agar insonning g'oyasi yeb ichib qolsa, yana hayvonning keyinida qoldi ekan. Insonning g'oyasi shahvatining keyinini qo'llab yashash emas ekan. Chunki agar uning keyinini qo'llab yashasa, yana hayvonning keyinida qoldi ekan. Unda o'zi bizning vazifamiz nima? Biz masalan bir qushningki qanotiga qarab, ma qush uchidigan bir hayvon ekan deb bilamiz, shundaqmi? Yo'lbosninki panjasi qarab, yo'lbos ma panjasi orqali go'shtlarni shundaq tutib yeydi ekan deb bilamiz. Endi biz insonga shunda nazar tashlagan vaqtimizda insonda boshqa maxluqlarda bo'lmagan bir narsa bor. U qaysi? Aql. Qanotimiz bo'lgan bo'lsa-ku, bu qanotga uchidigan narsa deb bilibdi. Endi aqlning bizda bo'lganligi bu nimani bildiradi? Hozir men senga 100 lirani berdim. Bu nima degan gap? Hajda degan gap. Qalamni berdim. Nima degan gap? Xat yoz degan gap. Bir tal kitob berdim. O'qi degan gap. Endi Allohning bizga aqlni berganligi nimani
Nimani bildirdi? İşlet deganni bildirdi. Unda o insanning vazifasi nima ekan? Aqlini ishlatish ekan. Nimishqa? İnsan aqlini ishlatgan vaqtida atrofidagi narsalarning hammasi uningga Allohni ko'rsatadi. Masalan, biz aqlimizni shunda ishlatib atrofga nazar solgan vaqtimizda, men Muhammad Rahimning hayot bo'lishi uchun quyosh bo'lishi kerak. Nima emasmi? Ahmadningki shu dunyoda hayot kechirishi uchun havo bo'lishi kerak, oy bo'lishi kerak. Ya'ni bizning ma dunyoda hayotlik kechirishimiz uchun ma dunyodagi hamma narsa bo'lishi kerak. Qarasak, dunyoda hamma narsa o'zining vazifasini ijro qilib o'tibdi. Asallarni hay chiqib o'tibdi, kalis chiqib o'tibdi. Ammo shu narsalarning hammasi bir nuqtaga qarab mengib o'tibdi. U bo'lsa qaysi? Hammasi insonlarning xizmatiga qarab mengib o'tibdi. Xuddi bir mashinaga o'xshaydi. Masalan, mashinaning xodga qarasak, mashinaning ichida ma'lum bir vazifasi bor. Chaqqa qarasak, bir vazifasi bor. Rolning bir vazifasi bor. Bütün saymonlarning bir vazifasi bor. Hammasining vazifasi nima? Mashinani harakatlantirish. Dal shunga o'xshash koinot qarasak, hamma narsaning vazifasi bor. Ammo biz bu narsaning hammasining vazifasini yig'ib akalsak, hammasining vazifasi insonga xizmat qilish. Demak, bizni yaratgan zot biz uchun shu dunyoning hammasini mablag' hisobda. Hammasini chiqim qilibdi. Unda bo'lsa, quyosh chiqim qilingan, oy chiqim qilingan, havo chiqim qilingan, shu koinotning hammasi chiqim qilingan bir insonning nishoni, vazifasi, bu dunyodagi majburiyati. Faqat shu dunyoda bir uy elish yoki do'kon ochish yoki pul tepish bo'lishi mumkinmi? Aqliy jihat o'ylab boqinglar. Butun dunyo bizning xizmatimizni qiladi, lekin bizning nishonimiz kichkina bir uy elish, kichkina bir do'kon ochish. Bu aqliy jihatdan aslo qabul qilinmaydi. Unda bo'lsa, insonning boshqa bir vazifasi bor ekan. Insonda nima ortiq? Aql ortiq. Aqlimizni ishlatirish bir vazifamiz bor ekan. Biz aqlimizni qaragan vaqtimizda atrofimizdagi narsalarning hammasi bizga Allohni ko'rsatadi ekan. Bu orqali bizga rahim qilayotgan, bizga rizq berayotgan, bizga shafqat ko'rsatayotgan bir zot bor ekan deganni bizga aqlimiz ko'rsatadi. Masalan deylik, darsni sizlar qaytdinglar hozir. Istanbulda butunlay tok uchib ketdi. Tun kecha nega mengishni faqat bilamidinglar. Faqat tok mushu bizning ishxonadan qoldi. Chunki bu nur TV bo'lganlik uchun. Men hozir chog'dan birini chiqib, pastga tushib, ketamay qolgan bolaning hammasini yo'qda uyga olib qo'ydim. Sizlar nima deysizlar? Kuyimchankan deysizlar. Bizni o'ylab uyga olib qo'ydi deysizlar. Ondan keyin sizlar uyga chiqay deb tok uchib qolganlik o'qimay turib, lipitga chiqibsizlar, lipitga sulni qolib qoldinglar. Nafsingni qistab ketdi. Men bu ahvolni o'qib, yana birisini lipitdan qutuldirib qo'ydim. Ertasi kasallab qoldinglar, ig'ir bir kasalga mubtalo bo'ldinglar. U kasalning davosi faqat Nur TV'da ekan. Men u dorini olib sizlarga berdim. Sizlar bu ishlardan nimani his qilasizlar? Hayt kuyimchankan, sexiykan, mardkan degan bu sifatlarni mendan chiqara olamsizlar, chiqarmamsizlar aqliy jihatda chiqarsizlar. Endi bizning shu hayotda harakat qilishimiz uchun, bizga quyosh chirig'ini tutib bergan, bizning normal nafaslanishimiz uchun havoni bergan bu Allohni aql ko'zimizdan ko'ranmamdoq, aqlimizni ishlatsak, nihoyat uchuq ko'ramiz. Agar quyosh bo'lmasa, inson harakat qilolmaydi dunyoda. Havo bo'lmasa, biz bir minutmi yashayolmaymiz. Demak, bizga quyoshni yo'qlik berib, bizga havo berib qilgan bu ishlar orqali aqlimizni shunda ishlatsak, biz kuyimchan, sehiy bir zotning bor ekanligini aqlimiz bilan bila olamiz. Unda bo'lsa, bizning bu dunyodagi majburiyatimiz nima ekan? Birinchi qilib iymoni billah, Allohga ishonish. Allohga nima orqali ishonamiz? Oldin aqlimizni ishlatib, bu orqali Allohga ishonamiz. Shunga Qur'on Karimda tunji tushgan oyat nima? Iqro, o'qu dedi. Bu o'qu deganligi kitob o'qu, Qur'on o'qu deganlik emas, aqling orqali koinot kitobini o'qu deganlik. Hatto insonning dunyodagi vazifasi qaranglar, namoz o'qish, ro'za tutish, bu tunji vazifasi emas. Eng avval vazifasi Allohga ishonish. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson va jinni menga ibodat qilish uchun. Bu oyatni tafsir qilgan olimlar meni tunish uchun yaratdim dedi. Ya'ni aqlini ishlatib, Allohni tunish uchun yaratdim dedi. Shunga insonning bu dunyodagi vazifasi Allohga iymon etish. Agar Allohni tunimagan bir kishi namoz o'qisimi, u majbur o'qigan bo'ladi. Shunga biz ko'p hollarda mushu nuqtada xato ketdik. Ya'ni Allohni tunimagan, iymoni texib bekilmagan kishilarga namoz o'qi deydi, namoz uningga eg'ir keladi. Besim his qiladi. Nima uchun? Allohni tunimaganlik uchun. Shunga bizning birinchi vazifamiz aqlimizni ishlatib, bir zotning bor ekanligini bilish. Ya'ni Allohga iymon etish. Aqlimizni ishlatdik, koinot qaradi, koinot qaragandan keyin bir zotningki, bir Allohning borligini bildik. Ikkinchi qilib qildigan ishimiz nima desanglar? Endi bu Allohning borligini bilgandan keyin bu Allohni tunish. Bu Alloh qanda Alloh. Men bayatdan keltirgan misolni qayta bir eslanglar. Bir odam kelib sizga qorong'uda qolgan chig'inlarda chiroq tutib bersa, tunlab qolgan chig'inlarda sizni nafaslantirgan bo'lsa, sizlar kasallab qolgan vaqtida sizlarningki u kasallarning dorisi hech yerda bo'lmasa, u odam sizga dorisini bergan bo'lsa, u odam nima deysizlar? Shafqatlik, mehribon, sehiy deysizlar. Shundaqla u odamga qarta hurmatingni qo'zg'alamdi, qo'zg'aladi. Uni yaxshi ko'rsizlar. Demak, biz oldin Allohning borligiga iymon etib,
ikkinchi qilib Allohni tunugan vaqtimizda, ya'ni Allohning bizga rizq berayotganlik qilib, Allohning rizq sifatini his qilgan vaqtimizda, bizga har xil ishlar bilan shafqat qilayotganligini ko'rib, Allohningki shafqat qiluvchi degan bu sifatini ko'rgan vaqtimizda, Allohning rahimdil, Allohning sehi degan bu sifatini ko'rib, Allohningki nurg'un narsalarni berganligini biz his qilgan vaqtimizda Alloh qarta muhabbatimizni his qildi. Agar bizningki qalbimiz sog'lomlan bo'lsa, masalan, hozir men sizlarga isil tomoqlarni akirib mehmon qilsam, sizlar meni deysizlar, sehi ekan deysizlar. Shundaqla men qarta hurmatinglar, muhabbatinglar paydo bo'ladi. Agar sizlarda kasal bo'lmasa, eng tatli hozir baqlavani akirsam, tilinglar saqlam bo'lsa, yegandan keyin nihoyat mizlik ekan deb men rahmat aytisizlar. Ammo tilingni kasallab qolsa, yegan tatli baqlava og'zingizga ochiq ketiydi, balkim men rahmat emas, men xafa bo'lishinglarmi. Demak, Allohning rahmatini o'zimizda his qilib, Allohning sifatlarini ko'rib, Alloh qarta muhabbatini qo'zg'alishimiz uchun oldidan shunda qalbimizda kasal bo'lmasligi kerak. Biz aqlimizni ishlatib, Allohning borlig'i imoya etdik. Ondan keyin Allohning sifatlarini koinot qarab, o'ylanib, Allohni tunudik. Undan keyin bizda paydo bo'lgan narsa nima ekan? Muhabbat. Masalan, koinotda Allohga haqorat qiladigan, islomga haqorat qiladigan nurg'ulgan odam bor. Lekin Alloh taolo hali ham ulg'a havo beryapti. Quyoshning nurini quloqima tushirib beryapti. Demak, bu Alloh qanday ekan? Rahman taolo ekan, nayt shafqatli ekan. Biz bu orqali Allohning bunda shafqat ekanligini uqsak, Allohga bo'lgan muhabbatimiz qo'zg'aldi. Haqiqiy shaklda tunayolgan vaqtimizda. Nima uchun inson onasiga amroq, onasining favqulodda shafqatlik bo'lganligi uchun. Biz Allohning u shafqatini his qilgan vaqtimizda bizning Allohga bo'lgan muhabbatimiz qo'zg'aladi. Demak, ma'rifatulloh, ya'ni Allohni tunugandan keyin bizda hosil bo'lgan narsa Alloh sevgisi, Alloh muhabbati. Uchinchi qilib qildigan ishimiz Allohning muhabbatidan mahrum qolmaslik uchun tirishimiz. Alloh nihoyat mehribon zot ekan, nihoyat rizq beruvchi zot ekan, nihoyat kuchli ekan deb bizga bergan ne'matlarni his qilib, Allohni so'ydik, Allohni yaxshi ko'rdik. Uchinchi qilib qildigan ishimiz hamda shu Allohning sevgisini qo'llash uchun tirishimiz. Mana shu nuqtaga kelgan vaqtimizda biz Allohning sevgisini qo'llashga vaqtimizda bizga na namoz ig'ir keladi, na ro'za ig'ir keladi, na haromdan o'zimizni tortish ig'ir keladi, hech qaysi ig'ir kelmaydi. Biz natijada o'zimizning yaratilish g'oyasi uchun harakat qilganligimiz uchun mayl namoz o'qiylik, mayl ro'za tutaylik, undan qanday olamiz? Lazzat, huzur olamiz. Masalan deylik, tayoq yeyish, qilishlar bilan zaxmlanish, bu rohatishmi, azob ishmi? Ammo nima uchun sahobalar bu azob ishdan huzur oldi? Masalan, sahobalar urush qatnashgan vaqtda shahid bo'lish yo'lida birisi bilan baslashdi. Hatto shahid bo'lib ketsa, fuztu bi robbil Ka'ba, men utuq qozondim dedi. Nima uchun o'shundoq jafoliq ishlardan huzur oldi? Saroyda o'ltirgan, nafsining keyniki butun huzur halovatning hammasini tetigan odamdan bakroq qilishlanishni. Chunki jihatga chiqqan odamningki shahidlab ketish ehtimoli bor. O'shundaligini bilib turib, shu ishdan huzur oldi shu sahobalar. Chunki sahobalar yaratilish g'oyasi uchun harakat qilganlik uchun o ishdan huzur oldi. Asal harisi har to'plaganligidan huzur oladi. Shunga gulga qo'ngan vaqtida ittirib bassanglarmi, yana keladi. Yana ittirib bassanglar, yana keladi. Nimishqa? Asal harisi shunda gullarga qo'nab, asal to'plashdan huzur oladi. Nimishqa? O shuning vazifasi. O'zining vazifasini qilganlik uchun huzur oladi. Insonmi ana shundaq o'zining vazifasini qilgan vaqtida undan huzur oladi. Mayli u namoz bo'lsin, mayli u jihatga o'xshash jafoliq ishlar bo'lsin. Ya'ni o'ziningki yaratilish g'oyasi uchun o'zini ishlatganlik uchun qanchalik jafo bo'lsin, undan huzur oladi. Masalan, qushlar uchishdan huzur oladi. Qafasga yetishni emas. Nimishqa? Uchish uning yaratilish g'oyasi bo'lganlik uchun. Otlar chepishdan huzur oladi. Hatto chepib ko'klab ketadi, otlar to'xtab qolmaydi. Nimishqa? Uning huzur olganligi uchun. Nima uchun uning huzur oldi? Chunki u yaratilish g'oyasiga uyg'un bir harakat bo'lganlik uchun. Shuning uchun u yo'l ashunda qilishlar bilan yordam bo'ladigan yo'l olsa-mu, uningdan huzur oladi. Aksicha, uni yaratilish g'oyasiga ishlatmay, saroy ichida o'ltasimi, eng lazzatli tomoqlarni yeysimi, uningdan haqiqiy huzurni topolmaydi, balki nisbiy huzurni topadi. Amaliyotda biz tomoq yesak huzur olamiz. Bu qanday huzur bilamizlar? Bu nisbiy huzur, nisbiy lazzat. Lazzat ikki xil bo'ldi. Birisi nisbiy, yana birisi haqiqiy. Nisbiy lazzat degan qanday desanglar, bir narsaga bog'langan bunda lazzat. Masalan, biz tomoq yegan vaqtda lazzat olamizku. Qanday tomoq eng bizlik balla? Och qolgan vaqtda yegan tomoq. Demak, u och qolishga bog'langan. Masalan, och qolgan vaqtda tunjut qo'shiqni yedik. Nihoyat lazzatli shundaqo. Yeb eng oxir qo'shiq kelgan vaqtida u tomoq birinchi qo'shiqdek lazzatli tamdi. Nimishqa? Tomoq o'xshashqo. Bu lazzat nisbiy bo'lganlik uchun. Telefon olsanglar, nihoyat huzurimizda qo'shilsa shundaqo. Ammo 2-3 oydan keyin qo'shilamizlar. Nimishqa? U lazzat nisbiy bo'lganlik uchun, bir narsaga bog'langanlik uchun. Yangi oyoq odam xushal bo'ladi, ammo 4-5 yildan keyin yana shunday xushal bo'lamdi? Yo'q. Nimishqa? U xushallik nisbiy bo'lganlik uchun. Demak, inson o'zini nimaga yaratilgan bo'lsa, shuningga ishlatmay, boshqa narsalarga ishlatib, lazzat qo'llashgan taqdirda o nisbiy lazzatga ishlatadi. Beshi bor, oxirisi yo'q. Mushundaq lazzatga erishadi. Ammo inson o'zini nimaga yaratilgan bo'lsa, shuningga ishlatgan bo'lsa, ya'ni Allohga ishinib, Allohni tunib, Allohning muhabbatidan qo'rqamay deb, Alloh buyurgan ishlarni hammasini qilgan bo'lsa, u qanchalik jafoliq bo'lsin, uningdan huzur oladi.
Masalan deyli, bir adam 1 million qilsa xushal bo'ldi. Hammamiz xushal bo'lamiz. Ammo 1 millionga erishib shu pul turib 10 yil o'tgandan keyin 1 millionga erishgan vaqtda xushallığımız bulamdi, bo'lmaydi. Yoshlar ba'zi bir gunohlarni qilib qoladi. Telefonda qalamqa rasmlarni ko'rib qoldi. Va yoki o'zini xush qilib qoladi. Va yoki bir mizlik tomoq yeydi deyli. O'xshagan bir tomoq yeydinglar sizlar 1 oy ilgari. Hozir shu lazzatni eslay olamsizlar. Qaysinglar eslab, deb shu lazzatni tetiyalaysizlar hozir. Yoki bir gunoh o'tkazib, xush olgan bo'lsanglar, ilgari o'tkazgan shu gunohinglarning xushalligini hozir eslab o'zingizga xushalik his qila olamsizlar. Ammo 1 oy ilgari emas, 10 yil ilgari birisiga yaxshilik qilgan bo'lsanglar, shu yaxshilik qilganlar hozir eslasanglarmi, ajab yaxshilik qilib tikanma deb undan hozirmi qanday qila olasizlar? Lazzat, huzur ola olasizlar. Mana bu haqiqiy lazzat bilan odamni aldaydigan nisbiy lazzatning farqi. Nisbiy lazzat qanday lazzat ekan? Beshi bor, oxirisi yo'q. Beshi rohat, oxirisi azob. Vaqt o'tgan sari uning lazzati qanday qiladi? Tugaydi. Haqiqiy lazzatchi o, beshimi bor, oxirisimi bor. Uning lazzati hatto o'shni qilib bo'lgandan keyinmi mengu davomlashadi. Ma dunyoda o'lgichi davomlashadi. O'lgandan keyin uning haqiqiy lazzatini shu vaqtda ko'ramiz. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda bizning bu dunyodan xushallik topolmasligimiz, huzur ololmasligimiz, hayotdan zerikkanligimiz, o'zimizning yaratilish g'oyasi bo'lgan Allohning muhabbatini qo'g'lashish, uni rozi qilishga tirishdan iborat bu majburiyatimizni ado qilmaganligimiz uchun. Shundaqla Allohni rozi qilish xiyolimizda yo'q, boshqa narsalarni qo'g'lashib, o'zimizni isrof qilganligimiz uchun va shu narsalarga havaslanganligimiz uchun. Masalan, bir odam deyli, Allohning roziligi xiyolida yo'q, nurg'ulg'an natijalarni qo'lga keltirdi. Amaliyotda zodi insonlarga foydali bir ish qildi, lekin u inson o'zini isrof qildi deymiz. To'g'ri, bir narsani o'tirg'i chiqadi, lekin o'zini isrof qildi. Xuddi men iPad bilan kebab pishirsam, kebab pishdimi? Pishdi. Natija o'tirg'i chiqdimi? Chiqdi, lekin iPadni isrof qilgandim-a? Isrof qildim. Demek bir odam Allohni tunimay, nurg'un narsani ijod qilib olsin, u yana yaratilish g'oyasiga xizmat qilmagan bo'ladi, o'zini isrof qilgan bo'ladi. U uningdan vaqtli huzur oladi, nisbiy huzur oladi, haqiqiy huzurni topolmaydi. Shunga bugungi kunda hammamizning hayotimizni zikr qilishning sababi o'zimizni isrof qilayotganligimiz. Alloh meni nima uchun yaratdi? Men nimaga yaratgan bo'lsa, shuningga o'zimni ishlatyapman dem, g'oyamni shuningga tiklayotam dem. Ma xiyolimizda yo'q, bu shu dunyodagi ba'zi bir huzurni, ba'zi bir xushlikni qo'llab yashayotganligimiz uchun, ya'ni o'zimizni isrof qilayotganligimiz uchun hayotdan huzur ololmaymiz, lazzat ololmaymiz. Neticede hayatdan zirikimiz. Xuddi biz uçadigan bir qushni shuqil qo'ymay qafasga sulg'anga o'xshash, bir joyda kitobga yozilgan bir iPadni mushu ishga ishlatmay, kop shu ishga ishlab, uning jannatga qiynaganiga o'xshash, Allohning bizning yaratilish g'oyasiga uyg'un o'zimizni ishlatmay, o'zimizni qiynayotqachqa, vaqtli huzur olsaqmi keyin azob kelyotadi, bu hayotdan zirikish his qilyapmiz. Bu dal o'zimizni isrof qilganligimiz, Allohning muhabbatini qo'g'lashmaganligimiz. Agar biz bu hayotdan haqiqiy huzur olaylik, lazzat olaylik deb qalsak, iymonimizni qaytadan bir yangilab, Allohga bo'lgan tunishimizni texmi cho'nqurlashtirgan vaqtimizda bizde Allah'ın muhabbeti şeklinde biz onu qo'g'lab nurg'ulga yaxshilarni qilamiz. Masalan deyli, uyangga berishda bir tal och qolgan mushukni ko'rdinglar, ulab qolay deb qapti. Sizlar uyangga kirib suv chiqdinglar, mama chiqib badinglar u narsalar. U mushuk shunda xo'shlab ketdi. Undan o'zingizlar huzur his qilamsizlar, qilmamsizlar? Nima uchun huzur qilsa bilamsizlar? Chunki sizda nima shakllarda yashadi? Allohninki Rahim degan bir sifati sizda tajalli bo'ldi, jilvelendi. Demak, inson o'zida Allohning sifatlarini jilvelentirishga tirishgan vaqtida haqiqiy huzur oladi. Ya'ni inson Allohninki Rahim degan sifatini o'zida jilvelendirib, boshqalarga shafqatlik bo'lganda, Allohning Karim degan sifatini o'zida jilvelendirib, sehiy bo'lgan vaqtida bundan nisbiy emas, haqiqiy lazzat oladi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Takhallaqu bi axlaqillah." Asar Allohning axloqi bilan axloqlaninglar deydi. Ya'ni Allohning Rahim sifati bilan mehribon bo'linglar. Allohning Karim sifatini o'zingizlarda o'zlashtirish uchun sehiy bo'linglar. Bunda bo'lgan vaqtda bizda Allohning sifati jilvelenadi. Bu vaqtda biz haqiqiy huzurni topamiz. Xulosa qilgan vaqtimizda bizning hayotdan huzur ololmasligimiz, o'zimizni Alloh yaratgan g'oyadan boshqa bir g'oyaga ishlatganligimiz uchun bizning ruhimiz qiynaladi. Bu dunyoda lazzatli tamoq yesakmi, bundan haqiqiy huzur ololmaymiz. Isil o'yladi o'ltsaqmi, beshida azroq huzur olganda qilamiz. Vaqt o'tgan sari qalbimizning bir yerlari yana bir bo'sh. Bu dal o'zimizni Alloh nimaga yaratgan bo'lsa, shuningga ishlatmaganligimizning isboti. Masalan, Yusuf alayhissalom o'ylab baqinglar, Misrning azizining qasrida Zulayxa nihoyat chiroyli bir ayol yomon ishni talab qildi. Qasrlarning butunlay eshiklari taqalgan. Yusuf alayhissalom bir yosh. Shunday vaqtda Yusuf alayhissalom qanday deb duo qildi Alloh taolaga? Robbisiz ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Menga turma u chaqirgan ishtimni suyimlik dedi. Bu qanday gap? Chunki u turmaga kirgan vaqtida Allohga osiylik qilmay, Allohning muhabbatini qo'g'lashgan. Mana mushu vaqtda turmada yomon ishda oladigan huzurni bakrak huzurni elishga ko'zi yetgachga turma suyimlik dedi. Demek bir adamın qalbida haqiqiy Allohning muhabbatini qo'g'lashdan iborat. Ya'ni Allohni tunib, bu Allohning muhabbatini men qo'g'lashay degan bu tuyg'u kelgan vaqtida u harom ishdan oldigan huzurdan jafoda qolgan hayot uning suyimlik bo'ladi.
isil öyde oturup yegen ali tamaktan qattiq taşlarning ustida oturup yegen qattiqdan huzur va mezlik bilinadi. Allohning muhabbatini qo'llashga vaqti. Shunga biz har vaqt o'zimizning yaratilish g'oyasini unutib qolmaylik. O'zimizning so'rayli. Dunyoda vazifam nima meniki? Alloh boshqa hech qanday hayvonga bergan aqlni nimaga berdi menga? Atrofimda yolg'iz o'tirib o'yinini tafakkur qilaylik. Bu orqali Allohga bo'lgan iymonimizni kuchlantiraylik. Allohning ism sifatlari orqali uni o'zimizda jilvalantiraylik. Uni o'zimizda jilvalantirgan vaqtimizda biz haqiqiy huzur ola olamiz. Hayotdan aslo va aslo zirkish olmaydi. Balki xuddi qush qanot qaqishning huzur olgandek Alloh qilgan itoatdan biz huzur olamiz. Alloh taolo hammamizni o'ziga haqiqiy ishongan, cho'nqur tunug'an va uning muhabbatini qo'g'lishni o'ziga nishon qilgan kishilarning qatoridan qilsin.